Endi ozgina erkaklar statistikasi. 97% alimentlarni erkaklar to'laydi. 93% ish vaqtidagi o'limlar erkaklarga to'g'ri keladi. Urushdagi qurbonlarning 81% erkaklar. 84% hollarda ajrashgandan keyin bolalarni parvarish qilish huquqidan erkaklar mahrum qilinadi. Suiqasdning 80% erkaklarga to'g'ri keladi. 77% qotilliklarda erkaklar nobud bo'lishadi. 89% erkaklar umrida bir marta bo'lsa ham zo'ravonlik ishlatilgan jinoyat qurboni bo'lishgan. Qamoqqa tushish ehtimoli ayollarga nisbatan erkaklarda 165% yuqoriroq. Erkaklar ayollarga qaraganda 65% ga uzoqroq qamoq jazosi olishadi. Suddagi nohaqlik erkaklarda irqga nisbatan 6 barobar ko'proq. 60% dan 80% gacha uysizlar erkaklar. Ayollarda uchraydigan saraton turlariga erkaklarga qaraganda 15% ko'proq pul sarflanadi. Shunga qaramasdan biz oila boquvchisi bo'lishimiz, qiz bola oldiga birinchi borishimiz, qandaydir og'ir holatga tushsak ichimizga yutishimiz kerak. Depressiya haqida gapirmasa ham bo'ladi. Biz jismoniy va ruhiy tarafdan kuchli bo'lishimiz, ayollar ehtiyojini o'zimiz ehtiyojimizdan ustun qo'yishimiz shart. Xo'sh, erkaklarga osonmi?